Yana sotuvimizda Cobalt avtomobili. Cobaltimiz 2024-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskalari toza, deyapti egasi. Mashinamiz yurgan masofasi 100 ming kilometr, ya'ni 1 krugga yaqinlashgan. Balon holatlari kumxoz, so'lis, mягкий balonlar o'rnatilgan. Kuzatuvchilar, mashinamiz Sirdaryoniki. Sirdaryo mashina bozoridan obzor qilyapmiz. Mashina egalar videoga tushishni xohlamadi. O'zimiz qisqacha qo'limizdan kelgancha siz qadrdonlar uchun obzor qilib beramiz. Mashinamiz salon qismiga o'tadigan bo'lsak, salon holatlari yaxshi holatda, 4-pokoleniya 90 talik metan gaz balon o'rnatilgan. Apshika qismlari yaxshi, juda qirilib, asfalt chiqib ketmagan. Rulga chixol taqilgan, aytganimizda yurgan masofasi 1 krugdan ziyodroq. Salon holatida quyidagicha zavodskoy chixollar qo'yilgan, bar qo'yilgan, Cobalt avtomat korobka. 4-pozitsiyasi. Mashinamiz bagaj qismi bilan tanishtiradigan bo'lsak, bagaj qismlari juda toza holatda saqlangan. Aytganimizdek, temir gaz balon o'rnatilgan. Hurmatli kuzatuvchilar, egasi aytayapti, narxini 11.300 dollar deyapti. Yana ham ko'rib, kelib, tekshirib olishlaringiz mumkin. Aka, telefon raqamini aytib o'tib keting. 97lik 278 278 278 55 55 05. 05. Aloqaga chiqaverasizlar.